Bugungi kun Rabiul Soniyning 11-kuni bizlarga bir shodiyona kun bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning bugungi yili islomning yutuqlari yili bo'ldi. Bu jami' madrasa masjidining qolgan qismini mana shu yilimiz qo'lga kelish yili bo'lsin. Allohu akbar! 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 Alloh taolo Parvardigoro hammamizni qalbimiz mana erib turibdi. Alloh taolo o'zini huzuridan Parvardigor najot bergin. Alloh taolo biz mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kama takununa yuvalla alaykum, qanday bo'lsanglar Alloh sizlarga valini shunday qilib beradi degan. Biz o'zimizni o'nglasak bizga pok Allohdan qo'rquvchi payg'ambarimiz yo'lidagi valini Alloh marhamat qiladi. Bu Janob Rasulullohning so'zlari. Biz o'zimizni o'nglasak boshqa taraflar o'nglanadi, birodarlar. Alloh taolo o'zimizni o'nglashlikka Alloh tavfiq bersin. Allohu akbar.